Bugun biz sizlar bilan birga hamma qizlarning wishlistida bo'lgan narsalar haqida gaplashamiz. Albatta, hamma qizlarning wishlistida bor narsa bu Parijda Eyfelning tagida ularni qo'lligini so'rash. Yoki bo'lmasa sohil bo'yida chiroyli gullar bilan bezatilgan, yoki воздушный sharda, yoki tog'da bo'lgan Merimi bu har bitta qizning wishlistida bor. Biz hammamiz bitta zavoddan chiqqanmiz. Bizning wishlistimizda ikkinchi o'rinda turadigan narsa bu bizga gul yuborishsa va gulning oldida zapiskasida seni mana shu joyda, mana shu vaqtda kutaman deb aytsa va yonida korovkasida qanaqadir ko'ylak bo'lsa, bu narsa bizni qizlarga qanchalik emotsiya, qanchalik xursandchilik berishini sizlar tasavvur qila olmaysizlar. Va uchinchisi, biz o'rtoqlarimiz bilan o'tirgan o'zida bizga dastlashib telefon qilib sizga gul olib keluvdik, olib kiribmiz desa va restoranga katta savatdagi gullar olib kirsa, bu qanaqa baxt, bu qanaqa baxt. Biz qizlarga ko'p narsa kerak emas. Bizga faqat ozgina surprizlar, ozgina gul, ozgina mehr va ozgina pul kerak.